tashqi ko'rinishmi yo ko'proq ishlarimizni qila olishimizmi? Hop, mehmon do'st. Oxirgi marta kim mehmon kutdi uyda? Yo'q. Mana shu. Bolamiz ayniqsa qizlar uchun juda muhim. Qizlar bilan ketyapman. Mehmonni kutib olish, Kutmasi qora. Uzatish, boshqa muomala, salom alik. Bu ko'p maqsadlarda nima deydi? Mehmon do'stlik. Yana nimamiz bor? Maqtanadigan. Urf-odat. Qaysi urf-odatimiz hech kimda yo'q? To'ylar. Haqiqatan to'g'ri. Qarang. Rivojlangan davlatlarda oila institut juda kamayib ketgan. Pulus tomonmi, minus tomonmi? Pulus tomoni nima bo'lishi mumkin? Inson individualizm kuchayib boradi. Faqat o'ziga e'tibor qiladi, o'ziga investitsiya qiladi, boshqalar bilan aloqani deydi, kamaytiradi. Boshqalar yordam so'raganda, to'yga chaqirganda, boshqa narsa nomiga ham maqsad. Yarimdan kelgan bolalar sababmi? Lekin sizlarda bo'lgan yoshlik, bolalik, oiladagi qadriyatlar, tarbiya, ularda bo'lganmidi? Bo'lgan kunlar, oilaviy, mahallada o'ynashlar, ko'chada futbol tepishlar bo'ldi. Qizlar bilan katta qizlar. Ularda bo'lganmi? Ularda bo'lmagan. Lekin ularga xohlaydimi? Ijtimoiy degani jamiyat. Jamiyatdagi o'rnimiz bilan jamiyatda biz kerakligimizni his qilishimiz, bizni kimdir ardog'lashi, hurmat qilishi, kimgadir kerak bo'lishimiz kerakligini mas'ul. Bu qolgan ehtiyojlardan yuqoriroq bo'ladi. Sotsializatsiya deydi. Nima deyapti pastda? Piramida mahsulotga pastda nima deydi? Pastda jismoniy ehtiyojlar, xavfsizlik. Bilasizmi? Taxmin bo'lsa ham aytavering. Self acquisition. Ya'ni o'zini rivojlantirish. Yo'q. Piramida mahsulot bor. İnsanın ehtiyojlari. Kimdir ko'rgan bu yerda telefonda ko'rsa bo'ladi. Beshta etapi bor. Pastida fizikal bayramlashma, tepasida safety bo'ladi. Uni tepasida development bo'ladi. Ya'ni relationship, oilaviy munosabatlar. Oilaviy munosabatlar bo'ladi. Boshida aytib bering, hammangiz. Juda muhim narsa. Mikrofon yaqin. Hammada bor. Hamma insonda. Maslow piramida hisoblanadi bu. Unda beshta piramida beshta etapi bo'ladi. Eng pastida fiziologik qanaqa fiziologikal ehtiyojlar qanaqa? Suv, havo, ovqat. Biologikal ehtiyojlar. Uni tepasida safety. Ya'ni security ehtiyojlari. Uy, yomg'ir yog'sa yoki hayvonlar hujum qilmasligi va hokazo. Issiq uy. Uni tepasida Belong. Oilaviy munosabatlar, Ajraydi. relationshiplar, do'stliklar. Uni ham tepasida self-acceptance, self-esteemlari, unga recognition, ya'ni recognition, munosabatlar. Reputatsiya. Obro'si bor. Uni ham tepasida self-acceptance, unda o'zini
zamona bizda sal boshqa kitob bilan o'qigan edi. Eng tepasida hokimiyatga erishish, boshqalarga ta'sir o'tkazish, power, ularni balki uni versionlari bor. Hamma uchun har xil bo'lishi mumkin. Endi mana garmchilarda 3-bosqichi Belonki's kamroq. Aslida ko'proq 4-chi nimasi nima edi? Self-esteem. Bu o'ziga muhabbat, ishonch. Demak, ularda kamchiliklari bor, qo'shiqlari bor, aynan ijtimoiylashuv. Oilaga agar mana Xitoylarga e'tibor bersanglar, raqobat kuchli. 2005-2006 yilda Xitoyda aspirantura bo'lganlar part-time English teacher bo'lgan. Maketni qurib 7-8 yoshli bolalarni o'qib kelishardi. Sinfga man xorijda bo'lganim uchun sabaqsiz Xitoycha emas, yaqin o'qigan uchun dars o'tganman. Juda bir narsaga guvoh bo'lganmanki, bolalarni o'zim maktabda ham qiynab dars o'tishadi. Buni bo'yi xususiy maktablarni buni ota-onasi yoki buvisi, bobosi yetaklab, mana xorijlik o'quvchi mana dars o'tadi. Talabalar ertalab 6da birinchidan talabalar o'qishga kirganda hammasi talabalar yotoqxonasida turish degan majburiy shart. Hattoki shunaqa talabalar bo'lgan, bu yer universitetga oldi. Lekin ruxsat qildi. Mana bizning maktablarda shunaqa ko'p oldin litseylar bo'ladi, ularda ham. 6da turadi, 6:30da zaxirga borish kerak, 7da hamma narsa yig'ishtiriladi, soat 8dan boshlab kutubxonalarda hamma o'tiradi. Hech kim 9gacha svetlanuvchi uxlamaguncha hammasi o'qiydi. Nimaga deb so'rasam, hamma shaharda yaxshi korxonada ishga kirishga harakat qiladi. Masalan, ba'zi kompaniyalar, Lenovo kabi kompaniyalarda, ZTE kompaniyalarda bitta vakansiyasiga 800 tacha talaba topiladi. Bular uchun shu juda ham muhim. Ularda sotsializm bo'lgani uchun agar talaba o'zi ish topmasa, davlat ularni xohlagan viloyatiga, xohlagan ishga yuborishni mumkin. Bu kolxoz bo'lsa. Buni ular harakat qiladi. Darrov universitetga ularni kontrakt qiladi. Yoki grant bo'lganda ham o'ta iqtidorlilar qattiq mehnat qilish kerak, ularni majburiyatlari bor. Startaplar qilish kerak, qanaqa loyihalar qilish kerak, volontyor bo'lish kerak, maqola yozish kerak. Vaqt. Buni xuddi robotda ishlash kerak. Lekin bu ham normal emas. Chunki hayot bir marta beriladi. Hamma yoshlikda, bolalikda to'g'riliklarni, o'yinlarni, yo'lchiligini, dugonachiligini ko'rish kerak. Hayotda maza qilish kerak. Qayerda qilsa bo'ladi? Hamma universitetda, hamma kerak. Angliyada o'rtacha bitta talaba hamma darslarni o'qib chiqadigan bo'lsa, bir kunda 13 soat kitob o'qish kerak. Bunda ko'p fanlar bo'yicha kitoblarni o'qib tugatdi, kitobning mazmunini aytib berish kerak. Refleksiya berish kerak, savollarga javob berish kerak. O'sha minimumni topshirgandan keyin boshqa baholarga o'tadi. Kitobni o'qimasa, narsani bajarmasa, qolgan bilimlar hisobga olinadi. Mana shunaqa zamonda yashaymiz. Bilimlar ko'payib ketyapti, kitoblar ko'payib ketyapti. Lekin ijtimoiy o'zimizni qiziqishlarimizni ham qilishimiz kerak, do'stligimizni ham qilishimiz kerak, sportga ham borishimiz kerak, sayohatga ham borishimiz kerak. Buni qanday qilsa bo'ladi? O'sha sohadagi yetakchi nima deydi? Ekspertlar deydi. Yulduzlar, selebritilarni tanishib olsangiz, o'rganib olasiz. O'zi bu nimadan kelib chiqqan?
K-pop yulduzi Andrey Bochev bilan birga qo'shiq aytdi. İsmi nima ekan? Ko'rmaydi? Ha? Lisan. Ha? Lisan. Yani ismi nima ekan? Yo'q. Taxallusi shunaqa, Lisan. Mana mashinani ko'r. O'g'illar, bezmi. Mana qiziqyapman-da. Chunki men Andrey Bochelini kasetalarini oldim. Kasetalar bo'lardi. 1998-99-yilda olib eshitdim. Eng mashhur melodiyalar bor-ku. I'm the same guy. Nima yonida? Bemaliga yangi narsa berdi. K-popda yoshligida talant bo'lgan shug'ullangan, lekin uni keyin 23 yoshda chiqarib yubordi. To'g'rimi? Boya Andrey Bochev bilan futbol kampda qo'shiq aytyapti sportda. Nima bo'lgan o'sha? Bu intervyu ham berdi. Boshqa odam chiqdi, Andrey Bochev bilan K-pop yulduzi. Ha? Ko'ylakchi? Ha. Kechayev. Tanishsan? Tanishsan? Ha? Multiklarda ovoz berdi. Uni hayoti bo'yicha eng prosmotr katta bo'lgan multik olindi. K-pop bo'yicha. Bu so'ng aktyor bo'lib, yana vokalist bo'ldi. Mana harakat qilaman-da, nima demoqchi? Qanaqadir yo'nalishga chuqurlashib ketsangiz, mana K-popdan boshlaylik. Bitta misol edi. Shu sohani siz ichiga kirib borishni boshlaysiz. U qadriyatlari sizga o'tadi. Bu yerdagi o'sha dramalar, o'sha yerdagi bo'lgan qanaqadir tajribalar, hayotiy tajribalar siz ham shu nimani o'zingizga singdirasiz. Bu sizda xuddi shunaqa hayotdagi situatsiyalar bo'ladi, keyslar, qanaqadir problemalar. Siz shundan analogiya olib ketishga harakat qilasiz. Masalan, Ejayani tomoni, nima bo'lgan kuchli tomoni, 11 yoshidan 12 yil, 23 yoshgacha K-pop yulduz bo'laman deb, butun yoshligi, bolaligi, oiladan topib olishgan uni. Sarflagan, lekin chiqarib olishgan. Xulosa qiladigan tomoni o'z sinib qoldi. O'zida kuch iroda topib, qo'shiqlarni avtori bo'ldi. Va 1-2 yil o'tib, u o'zi tag singer emas, tag avtor. K-popda avtorlari darajasida o'sha yulduz selebritiga aylangan va yana bir o'ringa shans berilganda, o'sha o'zini qo'shiqlarini o'zini aytib chiqqanda butun katta portlash bo'ldi. Demak, bu ham bir biz o'sha narsadan xulosa qilib, o'zimizni hayotimizga qo'llash mumkin bo'lgan bir muvaffaqiyat kaliti, muvaffaqiyatga erishish kaliti. Doim o'sha eng yaxshi natijaga erishgan insonlarni hayot yo'lini o'rganib, buni kelajak avlod uchun yetkazadigan forma, format. Birinchisi kitob, qadimiysi. Bundan oldin ham bo'lgan. Toshlarda, tog'larda, endi sizlarni davrlaringizga kelganda bu formatlar ko'payib ketdi. Ko'proq media formatlarga o'tgan. To'g'rimi? Hozir sizlar iste'mol qiladigan, o'qiydigan, mutolaa qiladigan, o'rganadigan formatlarning orasida yetakchi format qaysi? Qanaqa formatni sizlar tezroq qabul qilasizlar? Tezroq video format, audio format. Yana blog qisqa muddatda, qisqa vaqt ichida ko'p informatsiya, har xil informatsiya beradi. Rang-barang, muzikali, yana ichida gaplari, emotsiyalari bilan, mimikalari bilan. To'g'rimi?
Demak, shu format hozirgi eng oxirgi format. Endi ko'p bilimlar hali bu raqamli formatga, media formatga, sizlarning avlodlaring Z avlod qabul qiladigan, yengil qabul qiladigan formatga ko'chmadi. Ko'chirishga vaqt kerak-da. Lekin boshlandi. Har xil blogerlar har xil ko'rinishda ma'lum bir kitoblarni, asarlarni yoki shaxslarni yoki masalan Elon Musk to'g'risida, yoki Steve Jobs to'g'risida, Bezos to'g'risida kichkina roliklar qiladida, qolgan hammasini aytib bermaydi. Ha? Qiziqtirish uchun. Uni ko'rgandan keyin mana menga o'xshab jahon chempionati futbolda Antonio Pacheco bilan o'shalarga ejayim. Shuni ko'rganimdan keyin u haqida ma'lumot to'pladim. Chunki hamma ham unaqa Suriyada bir bo'ladigan katta jahon chempionatiga chiqib, sahnaga chiqib ashlaydi. Yo'q. Mana shu yangilik edi. Demak, nimadir yangilik bo'lganda odam izlanadi. Qiziqish paydo bo'ladi. Hozir sizlarda mana xabarlaringiz bor. Biz o'sha kitoblarni ro'yxatini qilganmiz. Shularni hech bo'lmaganda bittasini to'g'ri charchadinglar. Tushunaman, kitob desa yoqmaydi. Lekin oldimizda 75 kun bor. 2-sentyabrga kelasiz, nasibsiz. Bitta kitobni har bir kishi bittadan tanlasin. Nechta kitob bor? Ya'ni biz ijtimoiy networkimizni ishga solib, o'zbekligimizni ishga solib, garunchilik ustida kitob tutmayapmiz. Bir o'zi bo'lsa, o'rtoq, mana shu o'qib berganmi? Biz o'zbekmiz. Biz shunday qila olamiz. Bizning kuchimiz shunday. To'g'rimi? Shu hayotimiz ham chiroyli. Bu janjal yo'q. Kuchliroq kelib, hammadan aqlliroq kelib, hamma resursni tortib olmaydi. Biz hamma joyda hurmat, e'tibor joyiga qo'yamiz. Dasturxonimiz umumiy. Taom pishirsak ko'pchilikka pishiramiz. Kishi osh qolmaydi. Bilimda ham shunday qilaylik. Bayramlarda, Navro'zlarda hamma o'zini uyidan bir narsani pishirib, marhamat deydi-yu. Kitobni ham bir shunaqa ko'raylik. Ideya bor-da. Rag'batlantiramiz. Men o'ylayman, 10 million so'm dedim, kamroq bo'lsa kerak. Harakat qilamiz. Yana ham munosib rag'batlantirishga va buni nominatsiyalarni ko'paytirishga. Masalan, birinchi nominatsiyasini hozir Shunbek bilan gaplashdik. Masalan, 300 betlik kitob bo'lsa. Qaysi asarda sizlar xohlardinglar, kimdir sizlarga shuni o'qib, mazmunini to'liq tushuntirib bersa, lekin qisqa vaqt ichida. Qisqa formatda, video formatda, audio formatda, tekst formatda. Qaysi kitobni birinchi bestseller bo'lsin, zo'r bo'lsin, o'zlaringiz o'qishni xohlayman, lekin vaqtim yo'q degan qaysi kitob bormi? Ha? Harikulum rakami. Boshqa asarlar qanaqa? Bu badiiy, fantastik. Sayko. Hozir o'sha Nabiy ro'monda nimaga aytganim sababi, hozir ko'pchilik oramizda oyat masalasi turibdi. O'shanda Keiko ismli qizlar aytganda, ular to'ydan oldin Keiko xaridini solgan. Buni 30 yildan keyin chiroyli ta'kidsiz, hozirgi sevib turgan ta'kidsa, man bilan birga bo'lishga tayyormisan? Hozirgi zamon uchun beriladigan savol. Bunda 30 yil oldin qanday hakamlik yurgan, manimcha hozirgi avlod uchun o'zini to'g'ri qidirayotgan shaxs uchun kerak bo'lsa oyat qo'shishda ham shu foydali bo'ladi. Shu soatda shunday bo'ladi.
Demak, shu asarni o'zingiz o'qib, qisqa variantni keltirib, demak asosiy g'oya nima, asosiy savol nima, asosiy tanlov nima, qonuniyatlar va avtorni xulosalari to'g'risida qisqa versiyasini qilib berasizmi? Buni mana shu zalda o'tirganlarni necha foiz o'qiydi deb o'ylaysiz? Agar shu joyni qiziqtirolgan bo'lsa, Qiziqtirolgan bo'lsangiz, shu joyda demak shunday harakat qilishingiz kerakki, mana shu asarni olib, siz oldin ko'ring, buni kitob sharti dedik, book review dedik, tekstli variantini qisqacha qilish mumkin. Yoki shuni o'zingiz qisqacha qilgandan keyin podkast ko'rinishida, audio ko'rinishida gapirib berib, tagida ссылка qo'yishingiz kerak. Kitobni elektron to'liq versiyasini yoki kitobni ingliz tilidagi va boshqa tildagi audio versiyasini bitta post qilish. Endi shu postda ko'p bo'lish kerak. Shuning uchun biz oldindan koordinatsiya qilishimiz kerak. Buni avvalambor qaysi talaba qaysi kitobni tanladi. Dublirli bo'lmasin. No, yaxshi kitobda cheklov yo'q. 4-5 xil varianti bo'lsa ham bo'ladi. Iloji boricha mehnatlar zo'ya ketmasin, masshtab effektiv bo'lsin va bu yerda kollaboratsiya qilish kerak bo'ladi. Chunki kimdir yaxshi tilni biladi, kimdir chuqur tahlil qila oladi, kimdir yaxshi yoza oladi. Lekin video, masalan, montaj, o'sha mobilografiya, uni audio versiyasini qilishda nutq, bu masalada trening berishingiz mumkin. Yoki sizlar bir o'zlaringiz emas, sherik topishlaringiz mumkin. Komanda bilan. Sami bilan bu yerda rezultat sifatda. O'sha prosmotr bilan o'lchaymiz. Ya'ni kimdir aytyapti, prosmotrni nakrutka qilsa bo'ladimi? No, bilmadim. To'g'riroq yo'lni topamiz. Va Sami bilan sizlar buni auditoriya kim? Sizlar mehnatlarning auditoriyasi, shu iste'molchisi sizlarni agar ukalaringiz, singillaringiz yoki jiyanlaringiz bo'lsa, maktab o'quvchilari. Tili endi massiviy adabiyotlarning tili shunaqa bo'ladiki, hammada ba'ziviy majburiy ta'lim bor, maktab darajasi olinadi. Endi maktabda ham hamma a'lochi bo'lib o'qimaydi-da. 3-4 deymiz endi oddiy tilda. Ya'ni o'zlashtirish darajasi o'rtacharoq bo'lgan kontingent uchun soddaroq tilda yoziladi. Hamma bestseller. O'sha shunaqa kitoblar bor, uni 2 betda matematik formula bilan ham yozib qo'ysa, uni bir 10-15 ta odam tushunadi. Lekin uni maqsadi butun insoniyatga uni yetkazishda. Kommersiya tomondan ham o'zi bilim yaratilganda, yangi bilim, yangi ixtiro, yangi qonuniyat yaratilganda, uni asosiy maqsadi insoniyat hayotini yaxshilash. Insonlar uchun, ya'ni sizlar ham mana shuni mazmuniga e'tibor berasiz. Jozibali bo'lish kerak, qiziqtirish kerak. Bunaqa hozir formatlar chiqyapti. O'ylaymanki, hozir gruppa qilgandan keyin sizlarga bir trenerlar, master klasslar, namunalarni ham olib turamiz. Haftada bir hech bo'lmaganda hamma o'zicha bir progress reportni qisqa yozib qo'ysa, mana shu kitobni tanlaganda shunchasini o'qidim. Tochka. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Siz zerikmayapsizlar? Narsa efirni to'ldirib tashlaydi. Noise degan kitob ham bor. Daniel Kahneman degan Nobel laureatini sazovor bo'lgan odamniki. Noise degani o'sha kerak bo'lmagan shu informatsiya hayotda ko'p, shuning orasida kerakli informatsiyani olish sanaladi. Bunaqa kitoblar ko'p. Bu kitoblar sizlarni o'ylaymanki, agar yaxshi kitoblarni olib hammamiz o'zimizni hissamizni qo'shsak, bitta kitobni sifatli o'qib, sifatli yetkazib bera olsak, asosiy g'oyasi, asosiy o'sha avtorda qo'shgan hissasi yo'qolib qolmasligi kerak. Agar hammamiz shuni qila olsak va buni davomli qilsak, motivatsiya qilamiz, moddiy rag'batlar qilamiz
yana ham birinchidan bu sizlarni o'zlaringizni shaxsiy intellektual mulklaringiz bo'ladi. Kerak bo'lsa ro'yxatga ham olamiz. Sizga tegishli bo'ladi. O'zlaringizni personal qanaqadir ijtimoiy tarmoq, YouTube'ga boshqa joylashtirish imkoniyati bo'ladi. Va bu men o'ylashimcha birinchisi bo'lsa, shuni nima deydi, qilib bo'lganlaringizdan keyin vaqt o'tib yana shuni davom ettirgansiz kerak. Bu kelajakda sizlarga nima berishi mumkin? Kelajakda umumiy bilimdan tashqari hayotda masalalarni yecha olish qobiliyatini ko'paytirishi bilan birga sizlarga influencer, hamma haqida tushunadi, jamoani yetakchiligi, umuman ijtimoiy fikrni o'zgartira oladigan, qanaqadir influence berib tura oladigan naviklarni shakllantiradi, skillslarni. Yaqinda dunyodagi eng boy odamlardan bittasi Warren Buffett ta'kidlab o'tdiki, mana AI revolution davrida, epoxada eng kerakli hozir skill, qaysi skill? Self presentation. G'oyasi bo'lgan odam, aqli kuchli odam, bir produktni ishlab chiqqandan keyin mana startaplarda, biznes proyektlarda o'shani presentation qilish skilli hozir eng top skillga aylandi. Eshitgansizlarmi? Yo'qmi? Men uchlarga shuni borib kunigacha Xitoyda hozir yangi ta'lim doktrinasi e'lon qilindi. Sun'iy intellekt davrida ko'plab hozir iqtisodchi, menejer, yurist, banker degan mutaxassislar tayyorlash to'xtatildi. Hamma mutaxassislar, yangi mutaxassislar hozir hammasi sun'iy intellekt bilan bog'liq. Tarkibida sun'iy intellekt bor. Lekin sun'iy intellekt bo'lib ketganda ham eng qadrlisi, eng qimmati baribir insonning o'zini ishtirokida bo'lgan produktlar bo'ladi. Bo'lib bizaniki turizm va mehmondo'stlik yo'nalishida baribir personal bo'lsa ishlaymiz. Eng yuqori darajadagi insonlar bilan, VIP personallar bilan ishlaymiz. Nasib qilsa hammamiz nimaga ish so'rab boruvchi bo'lamiz, balki ish o'rni yaratuvchi bo'lamiz. Shuning uchun mana shu ko'rikma, mana shu proyektimizning ahamiyati juda yuqori. Harakat qilamiz sizlarga sharoit yaratib berishga. Mana shu 75 kun davomida vaqtlaringizdan foydali bir narsa qilishga, hamma uchun, nafaqat universitetimiz uchun, bu keyinchalik butun O'zbekiston yoshlariga taqdim etiladi va prezidentimizni kitobxonlik harakatini boshlaganlar shunga bizning universitetimizning talabalarini munosib sovg'asi bo'ladi. Men shuni chin dildan xohlayman. Bor kuchimni sizlarga ham sarflayman. Yoz davomida zerikmaymiz. Gaplashib turamiz. Bitta kitob bo'lgandan keyin ikkinchisiga bo'lsa-da, ham o'ziga yarasha rag'batlantirish bo'ladi. O'ylaymanki, bu ko'nikma, bu loyiha sizlarni ochilmagan qirralaringiz, ochilmagan talantlaringizni ochib beradi. Sizlarga ko'proq, siz ham shu kitobni o'qidingizmi? Mana qiziqqan edi degan e'tirof topib keladi. Sizlarga mana ozroq bo'lsa ham yoshlarni, sizlardan kichik yoshdagi talantlarni sizlarga jalb qiladi. Ozgina bo'lsa ham sizlar ustoz rolida bo'lasizlar o'sha. Chunki mana shu sohada siz juda yaxshi pishiq bilimga egasiz mana shu mavzu bo'yicha. Bu sizlar o'ylamagan gorizontlarga olib chiqadi sizlarni. Shaxs sifatida bir pog'ona o'sasizlar. Menimcha, nima deydi? Agar hammani loyihasi yaxshi bo'lsa, qolganlarni ham kitoblarini shunaqa tezda yil davomida yana o'zlashtirsanglar, mana sentyabrdan kelasi iyungacha hammasini tez o'qib, asosiy joylar, asosiy. Bu sizlarni yana ham yuksaltiradi.
darajada yuksaltirish mumkin. Mana ko'p nimalar bo'ladi? Davlat rahbarlari, bankirlar, boshqa VIP personalar bilan suhbatda bo'lasizlar, volontyor bo'lasizlar. Ular o'qimagan kitoblarni sizga o'qib sharhlatmay berishi mumkin. Intellektual jihatdan kamida bir pog'onada, atak bir pog'ona, ikki pog'ona ustunligingizni ham ko'rsata olasiz. Buni hech kim o'g'irlolmaydi. Men o'zimdan bilaman, mana men shu yoshimgacha juda ko'p kitoblar o'qiganman. Juda eng kuchli kitoblarni mag'zini o'zim tilim bilan yozib rahbariyatga berganmiz. Shuni orqasidan menda hozir juda ko'p sohani men juda yaxshi tushunaman. Bemalol tayyorlanmasdan bu darajadagi odamlar bilan gaplashib ketaman. Bu mani boyligim, mani qiymatim, mani narxim yuqori. Men xohlaymanki, sizlarda ham mana shunday effekt bo'lsin. Kelishdikmi? Shu joyda to'xtab turamiz. Sizlardan ham takliflar, savollar, masalalar bo'lsa, muhokama qilamiz. Mana shu ozgina kattaroq hajm 3-chi bosqichga davomlashdi. Shu davr mobaynida universitetda o'zbek zakovatni rivojlantirishga o'zim hissam qo'shishga harakat qildim va ko'rganlar bo'lsa kerak, man 3 yillik mehnatimiz meva sifatida bu yil oxirgi eng yaxshi natijamiz shu 8-o'rin bo'ldi. Bitta narsa ozgina xafa qiladigan joy, endi bizdan boshqa 3 ta talaba bor, 2 ta birinchi bosqich talabasi, bitta ikkinchi bosqich talabasi. Ular so'rashdi, qanaqadir diplom olamizmi biz? 8-chi, 7-o'ringa. O'shanda hech qanday javob berolmadim. Yana bitta yomon tarafi, bu talabalar agar universitetimizda 2000 ta kunduzgi bosqich talabasi bo'lsa, 7 ta talaba bu 0.35% to'g'ri keladi. Ya'ni universitetimizda top 1 ga kiradigan talabalar universitetimizda deyarli ko'pchilik tanimaydi va bu uchun ular hozir grant taqsimoti bor, unda ballonlashadi. Men xohlardim biz universitetimiz ham shu zakovatda yaxshi natijalar qo'lga kiritishini. Nimaga? Chunki bu universitetimiz juda katta foyda olib keladi. Intellektual olimpiadada sovrin jamg'armasi birinchi o'rin uchun 2,5 milliard so'm bu 104 ta talabani kontrakt etgan. Xohlardim hamma zakovat o'ynashini, xohlardim zakovatga ham universitet tomonidan ko'proq e'tibor berilishini. Qaysi ma'noda boshqa universitetlarda yaxshi yo'lga qo'yilgan rektor kubogiga katta sovrinlar qo'yilishi va buni natijasini o'sha universitetga ko'rib kelishyapti. Biz ham shu narsani yo'lga qo'ysak va o'sha talabalarimizni 1% kiradigan talabalar ham nimadir shu o'yinlardan foyda olsa, chunki bunga qatnashish juda ham ko'p vaqt talab qiladi va respublika bosqichida 10-chi o'rinni olish 500 ta talabaning ichida azobini ko'rdik. Masalan, men o'zim maktab bosqichlarida ko'p o'ynab, zakovatdan olish kerak bo'lgan foydani qamrashga bo'lgan. Bu o'zim uchun emas, bizdan keyin keladiganlar uchun, mana shunday qoldirib ketgan maktabda bizdan qoladiganlar uchun zakovat qanaqadir foydali lobbiga aylansin. Buni foydasi ham universitetga ham talabalarga bo'lishini so'ragan bo'laman. Rahmat. Rahmat. 1, 2, 3, 4 gaplashdik zakovat bo'yicha takliflarimizda universitetga kerakli bo'lgan o'sha natijamizdan keyin zakovatga kerak bo'lgan narsalarni ro'yxatdan qildik, rivojlantirish bo'yicha takliflarni berdik. Hozirda o'sha kerakli asbob uskunalarni ro'yxatdan nima qilish kerak? Rivojlantirish. Bitta yo'li rivojlantirish uchun biz ko'proq kitob o'qigan, yana shu kitobga taqalayapti, kitob o'qigan yoshlar kerak. Ya'ni zakovatni bilganlar biladi, faqat bitta kitob o'qiganlar hech narsa bo'lmaydi. Bizga intellektual jihatdan har qanday sohada yetib bo'lgan yoshlar kerak. Shuning uchun jamoaviy o'yin bu. Nechta jamoa? Hozirgi zakovatda 20 taga yaqin jamoa o'ynaydi. 5 ta jamoa bor. 2 ta jamoa. Qancha javob?
Ketyapmiz. Assalomu alaykum. To'g'ri, bizning universitetimizda zakovat ancha yildan beri rivojlangan, o'qigan xabarlar bor. Biz doimiy ravishda o'tkazib kelar edik turnirlarni. Yana taklif bo'ladiki, mana shu bosqichma-bosqich tarzda universitet bosqichini yozda shu texnologiyaga nizom ishlab chiqsak, universitetimizni har bitta kichik guruhdan boshlab, har bitta guruhlardan boshlab yanada qiziqarli bo'lishi uchun yo'nalishlar bo'yicha o'tkazsak, bu juda ham qiziqarli bo'lar edi. Ya'ni bizda hozir 14 ga yaqin bakalavr ta'lim yo'nalishi mavjud. 14 ga yaqin. Guruhlar o'rtasida alohida o'tkaziladi. Ya'ni yo'nalishlar bo'yicha alohida o'tkaziladi. Yana bizda boshqa institutlarda ustunlik tomonimiz xalqaro talabalar bor. Xalqaro talabalarni ham bu narsaga jalb qilib qilsak, juda ham fanlarni kengayib, bolalarni ham qiziqishi ortar edi bu narsaga. Keyin yana bitta taklif bo'ladi, bizda har yili turizmni rivojlantirish degan ko'rik tanlov bilan Samarqand bo'lyapti. O'sha ko'rik tanlovga ham zakovat degan bosqichni kiritsak, butun respublika bo'yicha turizmda ta'lim beradigan oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi katta bir zakovat turnirini mana shu universitetimizga bir hal qilib o'tkazsak, o'ylaymanki bu juda yaxshi natijalarga olib keladi. Rahmat. Zakovat zo'r. Bular intellektuallar bilan tanishasiz. Kelajakda bu yaxshi network bo'ladi. Lekin men aytgan narsa umuman o'xshaydi. Zakovat masala yo'q. Hamma takliflarni ko'ramiz. Lekin fikr sal chalg'imasin. Ba'zida turib ketdi. Dunyodagi eng boy odamlardan bittasi Bill Gates har yili 10 ta kitobni tavsiya qiladi. Nimaga tavsiya qiladi? Boylik dediğiniz, en boy odamlarımız boylikka erishish yo'llariga bilan fikrlasha boshladi. Doğru, fikirler. Ama da artık fikirler yok. Mindset. Şuradaki. Bill Gates, bir göre o kitap her yerine okumayın. Ben bilen hamkorlik etmoqchi bo'lsang, menga bir taklif qilmoqchi bo'lsang, men darajamga yaqinlashmoqchi bo'lsang, mendagi mindset bo'lish kerak. Mana shu kitoblarni o'qimasang, men seni seriozli qabul qilmayman. Takliflaring tushuntirib bera olmaysan. Chunki mening darajam mana shu kitoblarda. Yoshligimizda ustozlarimiz aytardi, umr davomida 10 ta kitob o'qish yetarli dedi. Lekin 10 ta kitobni aniqlash uchun qaysi kitoblar ekanligini 1000 ta kitob o'qish kerak deydi. Hozirda mana yosh hozir o'zlaringizni ehtiyojlaridan kelib chiqib mana dramalar, oilaviy hayot, mana yoshlik, sevgi, muhabbat, mana shu qiziq. Nima o'qish kerak? Lekin kimdir aytdiki, men shaytanat kitobini 4 kun o'qib chiqqanman, yotib olib. Boshimni ko'tarmaganman. O'sha paytda men yosh bo'lganman, odamlar ichida oq-qorani tanishim uchun kim yaxshi odam, kimga ergashish kerak, qanaqa qadriyatlar bu dunyoda muhim degan narsani aniqlash uchun shaytanat o'qib chiqqanda, lekin uni o'qish shart emasda. Shaytanatdagi qadriyatlar, xulosa, asosiy bilimlar deb ikki betlik olsa ham o'sha narsani o'rgansa bo'ladi-da. Qo'llab-quvvatlaysizlarmi shu yerda? Men bor kitob o'qiganman, kitobni oxiridan o'qidim. Oxiri qiziq bo'lsa boshdan o'qidim. Oxiri qiziq bo'lsa boshdan o'qimayman.
tilidan, taftologiya bo'lsa, rivoya o'g'irlangan bo'lsa, kulminatsiyasi bo'lmasa, mantiqiy ketma-ketligi bo'lmasa, tizimlilik bo'lmasa, yangi bilim bermasa, yangi qonuniyat ochmasa, men kitobga vaqt sarflamayman. Sizlar ham sekin-sekin shu darajaga yetib borishlaringizni xohlayman. Chunki sizlar hayotda hali ko'p katta lavozimdagi o'sha prezidentlar, vazirlar, elchilar, tadbirkorlar bilan gaplashganda kamida birga turinglar. Bir xil bilim, intellektual bilim bilan turinglar. Ya'ni sizlar oyoqlaringiz ostida qo'pol bo'lsa ham 100 ta kitob tursa, mana turinglar. Shu kuch beradi haqiqatda. Men shuni ko'rganman, sizlaganman o'zimda. Yosh yigit bo'lsa ham, zo'r kitoblarni o'qigan bo'lsa, shata gapiradi mana. Prezidentimiz bilan bo'lgan so'zlar. Dona gapiradi. Hamma hayratda qoladi. Nimadan bo'ldi? Kitob o'qib. Ko'p informatsiya olgan. Izlangan. To'g'ri savollarni bergan. To'g'ri savollarga to'g'ri javoblar bergan. Bu ko'nikmaga uzoq vaqt sarflash mumkin. Lekin juda ham qisqartirish. Asosiy kitob mazmuni, asosiy ochib berilgan qonuniyat. O'shani o'qib bo'lgandan keyin mana 700 bor narsani o'qib bo'ldingiz. 2 haftadan keyin shu kitob haqida so'raganda 2 og'iz gapirib ber degan asosiy savolga javob bo'ladigan narsani mag'zinizda chiqarib olishlaringiz kerak. Shuni yaxshilab ichiga kirib o'rganib, esda chiqmaydigan qilib xotiraga mixlasanglar, agar yana ham to'liq o'qib chiqsalar undan ham yaxshi. No, hech bo'lmaydi mana shu minimum bo'lsa. Sizlar уже nima yuqori darajada fikrlovchi, qaror qabul qiluvchi, boshqa insonlar bilan muloqotda yangiliklar beruvchi, yangi fikrlar beruvchi shaxsga aylanasiz. Ben niyatim shu mana shu challenge boshladik. Rasmiy ravishda kitob challenge, bilim challenge deb nomlaymiz. Ko'pchilik hozir ozgina charchoq uxlab qo'ygan bolalar ham bor ekan. Shuning uchun agar savollar bo'lsa, faqat shu yo'nalishda bo'lsin. Universitet hayotini boshlaganimda bitta narsa hayotimda faqat bor edi, radio klub ochish. Radio klublar kitoblar bilan qanday bo'lmasa bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, tanaffusda hozir break time bo'lsa agar, talabalar kelayotgan paytda koridorlarda turgan tepada nima bor? Bitta muammoni o'zi universitetda radio ishlamas ekan. O'sha safarga bilan gaplashib ko'rganda, ular kim sarvar ekan? 100 yil deshanda 100 yil sarvar. O'sha radio klubda o'sha radio ishlamadi. Ko'p harakat bo'lib bo'lmadi, lekin agar universitetimizda radio klub qurilsa, break time'da kerakli infolar, statistikalar kesib kelganda kulgili, qiziq narsalar bo'lishi mumkin. Menimcha qiziq bo'ladi. O'sha kitoblardan parchalar qilsa bo'ladi. Zo'r. Uni FM ko'rinishida qilish uchun ozgina text times. Samarqand shahriga ishlab chiqiladigan, translyatsiya bo'ladigan FM radio qilishimiz mumkin. Texnik pulimiz yetadi, sharoitimiz yetadi, lekin hozir biz buni boshqacha ko'rinishda qilmoqchimiz. YouTube channel qilmoqchimiz. Eng muhim universitetda bo'layotgan jarayonlarni jonli kuzatib borish. O'sha yerda o'sha podkastlarimizni, intervyularimizni hammasini joylab boramiz. Buni YouTube channelda adresini hammaga tarqatamiz. Ya'ni butun O'zbekiston Respublikasi darajasida shu bizning universitetimizni kuzatmoqchi bo'lganlar buni ko'rib turadigan channel qilmoqchimiz. Ota-onalardan, bo'lajak ish beruvchilar ham shunaqa ko'rinishda qilmoqchimiz. FMda endi postoyanno kimdir bilan shug'ullanish kerak. Bu sizga yuklasak, boshqalarga yuklasak, sirf bo'lib qolishi mumkin.
efir bo'sh bo'lib qolishi mumkin. Buni kommersiya tomonlari bor, reklama tomonlari bor. Uni ham agar YouTube channel bilan ham agar yana FM radioga ehtiyoj qoladigan bo'lsa, uni shu ko'rinishda ham amalga oshirsa bo'ladi. Men xohlardim shu ishni hammalaringizga bir ploshatka berishni, hammalaringiz o'zlaringizni g'oyalaringizni, ideyalaringizni, takliflaringizni gapirishlaringiz kerak. Sizlarga katta nima kerak? Maydon kerak, sahna kerak. To'g'rimi? Buni ham shu taka hozircha YouTube channelda qilamiz. Shuni bekishni boshlagan, yangi studiya qilyapmiz, media center qilyapmiz. Yangi o'quv yiliga hammalaringizga imkoniyat beramiz. Любой produktlaringizni, intellektual produktlaringizni, fikrlaringizni, intervyular qilamiz. Hammasini joylab qo'yamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida dars bergan. Ham o'qigan, ham dars bergan. Keyinchalik ham o'zining faoliyati davomida vazirlarga, hokimlarga o'qishlar tashkil qilishda materiallar bergan. Prezentatsiyalar, savol-javoblar, shu yangi kitoblarni ham hokimlarga biz tavsiya qilgan. Hokimlar uchun o'qish zarur bo'lgan kitoblarni ro'yxatini qilgan. Tarjima qilgan. Avtorlar bilan gaplashgan. Shuning uchun men sizlarni kelajakda nasib qilsa vaqtimiz bor. Ularda 1 yil qoldi. Ularda 2 yil bor, ularda 3 yil bor. Sizlarga ham o'zimdagi bor bilim, tajribamni yetkazishga, sizlardan ham kerak bo'lsa yangi g'oyalar, fikrlar, kitoblar, bilimlar olishga harakat qilaman va biz bir-birimizni boyitishimiz kerak. Va boshida aytgandek, bizning millatimiz kuchi nimada? Birdamlikda, birlikda, hamjihatlikda, oilada, mahallada, jamoada hammani talant qiladi. Hamma ham dunyoga bir qaramaydi. Hammani ham prezidenti bir xil emas. Lekin biz har birimizni kuchli tomonimizni bir qismini hammaga taqdim qila olishimiz kerak. Shu bilan biz kamchiliklarimizni to'ldirishimiz kerak. Hech qanaqa bizga kamchilik, bo'shlik bo'lmasa, har birimizda boyib bilimlarni olib hammamiz kuchli bo'lamiz. Meni niyatim shu.
Mana sizlarni ko'pchiliklaringiz mani farzandlarim qatorasida. Mana o'zimni qizlarimga qanday tavsiyalar bersam, qanday ularni kamolotga yetishishini xohlasam, sizlarga ham shuni kuchim boricha, vaqtim boricha sizlarga ham shu tavsiya qilaman. E'tiborlaringizga rahmat.